hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Reuters agentligining 5 mart kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning Xitoyda turishliq yangi elchisi Nikolas Bornes Xitoyga kelgan. U juma kunidagi Twitter hisobida Xitoyga kelganligini, 3 hafta karantin qilinganligini aytdi. Amerikaning burunqi Xitoyda turishliq bosh elchisi Terry Branstad 2020 yil oktyabrda iste'fo bergandan keyin Bayden bosh elchi nomzodi uchun Borisni ko'rsatgan. Bu 16 dekabr kuni Amerika Kengash palatasining tasdiqidan o'tdi. Peshqadam diplomat va Amerikaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotida turishliq sobiq bosh elchisi Boris dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavdaning munosabati necha 10 yildan buyongi eng nachar holatga tushib qolganda Xitoyda turishliq Amerikaning bosh elchilik vazifasini ustiga oldi. Eng yaqinqi zamondagi ikki davlatning surkilishi Beijing qishloq olimpik tantarbiya musobaqasini Amerikaning boykot qilishi va Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ayblashidan keyin yuz berdi. Elchixona Twitter hisobida tarqalishchan kasallik sababidan Bornesning ziyorat qilish planining va bir turkum amerikalik vazifa ijro qiluvchi xodimlarning uning bilan birlikda ziyorat qilishning cheklanganligini bildirdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchiligining Nikolas Bornesning rahbarligida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni shundaqla insoniyatga qarshi jinoyatini to'xtatish uchun texim ko'p tirishchiliklarni ko'rsatishni umid qilganligini aytdi. Latiya jurnali 7 mart kuni atalmış Şinjanlik musofirning aytishicha, Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni davomlashtirmoqda degan temada bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada mundaq deyildi. O'limdanmi battar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida o'ylanish nomli kitobning yozuvchisi Mamtiman A'lo o'z xalqining tarixda boshdan kechirgan mushaqqatlarini o'ttirg'a qo'ydi. Bu yer dunyoning yana bir burchagida, hatto ismimi ochiq-oshkora so'zlanmaydigan yoki noma'lum bo'lgan, talaffuz qilish qiyin bo'lgan, nurg'un kishilar xaritada tepishda qiynaladigan bir ism. Nimishqa ko'ngil bilishimiz kerak? Bu tushunishlik tuyg'u. Bu yerning Xitoy qo'ygan ismi Şinjan bo'lib, asosliqi Uyg'urlar yashaydi. Agar siz oldingi oyda Beijingda o'tkazilgan olimpik tantarbiya musobaqasini ko'rgan bo'lsangiz, ba'zi insonlarning musobaqaning Beijingda o'tkazilishidan afsuslanganligini bayqaysiz. Ularning deyishicha, Xitoy hukumati yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarga qattiq ziyonkashlik qilgan. Ba'zilar buni irqiy qirg'inchilik deb atadi. 2000-yili Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni doklad e'lon qilib, Xitoyning 9 o'lkasidagi Uyg'ur emgak kuchi ishlatayotgan 27 zavodni aniqlab chiqdi. Bu zavodlarning dunyodagi 82 danglik markaning ta'minlash zanjirining bir qismi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Ammo Avstraliyada yashaydigan Mamtiman A'loga o'xshash faoliyatchilarni parishon qildig'ini yolg'iz majburiy emgaklar emas. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'limdan battar deb tasvirlagan yozuvchi Mamtiman A'loning yaqinda silliq ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Uyg'urlarga zulm qilib, ularning kulturi va mavjudligini yo'qotayotganligini, Beijingning siyosatining barg'ansari jiddiylashishining sababining ko'p sondagi Xitoy nufusining Uyg'urlarni xohlamaganligidan, Xitoyning atalmış Şinjanda strategik manfaatga ega ekanligi, undan boshqa atalmış Şinjanning neft, paxta va boshqa tabiiy boyliqlarning intayin mo'l ekanligini oshkorladi. Mamtiman A'lo 1971-yili Sharq Turkistonda tug'ilgan. 2000-yili G'arbdagi davlatlarga chiqqan. Belgiyaning Levin Katolik universitetida o'qib, falsafa fanlari bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. U hozir Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Yevropa vakili. U Avstraliyaning Sidneydagi uyida bularni elitiya axborotiga anglatdi. Uyg'urlar kimlar? Atalmış Şinjan nerede? Uyg'urlar 1955-yili Xitoy tarafidan ishg'ol qilinib, Şinjan degan mustamlika nomi berilgan Sharq Turkistonning xalqidir. Uyg'urlar bu rayonda uzun tarixga ega bo'lib, Gersiya madaniyatidan boshlab Hindiston, Faris va keyingi islom madaniyatlarigacha Sharq va G'arbning ilg'or madaniyatini birlashtirib, murakkab va boy esil kultur yaratgan. Sobiq Sovet ittifoqining yordami bilan qurilgan ikkinchi qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati yemirilgandan keyin Uyg'urlar 1949-yildan boshlab
Xitoy tarafidan mustamlaka qilingandan keyin kommunizm hukmronligida yashab keldi. Bir qator assimilatsiya siyosati va irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirdi. Bu irqiy qirg'inchilik Uyg'urlarning Xitoy millatiga aylanishni, o'zgacha madaniyat kimligini yo'qotib qo'yishni rad qilganlik uchun yurgizildi. Oddiy qilib aytganda, Uyg'urlar Xitoy bo'lishni rad qilganlik uchun bu qadar ig'ir va ajallik bedel to'ladi. Maqolada Mantuvin Ali Apandining Sharq Turkistondagi kechirmishlari, ya'ni 1971 yili Oti shahridagi bir ziyoli oilasida dunyoga kelganligi, yurtining Ipak yo'lining muhim o'tkili ekanligi, 15-16 asrlardagi dengiz yo'llarining ochilishidan keyin Ipak yo'lining tark etilganligi, 1989 yili Qashqar universitetiga o'qishga kirganligi, Tiananmen vaqasining bostirilishidan keyin Xitoy Kompartiyasidan, Xitoy hukumatidan qattiq ümidsizlanganligini, 1999 yili Beyjingdagi Belgiya elchixonasiga kelib, o'quvchilik vizasiga iltimos qilganligi, Beyjing, Shanxay, Guangzhou qatorliq Xitoyning ichkari o'lkalaridagi Uyg'urlarga qarata Xitoylardagi o'chmanlikni his qilganligi, Amerika 2001 yili 11 sentabr vaqasidan keyin terrorlikqa qarshi turish harakatini umumyuzlik boshlatganligi, Xitoyning bundan foydalanib Uyg'urlarni qadamma-qadam bostirganligi, Shi Jinping hokimiyatni qo'lga olgan 2014 yildan buyon Uyg'urlarni butunlay yo'qotishni planlab, terrorlikqa qarshi kurash qilish nomi bilan nurg'ulg'an Uyg'urlarni tutqun qilib, turma va jazo lagerlariga qamaganligi, 2000 yilda chet elga chiqqanligi, Beyjingda uchrashib suhbatlashgan do'sti Ilhom To'xtaning tutqun qilinib turmaga tashlanganligi, Bölgünçe degan töhmet bilan ig'ir jazo berilganligi, Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chib kelishga jalb qilish natijasida Xitoyning turkumlab Sharq Turkistonga ko'chib o'ltiraqlashganligi, hatto ularga yer berilib Sharq Turkistonning mangulik fuqarosiga aylantirilganligi, Sharq Turkistonning demografik qurilmasini o'zgartib, Uyg'urlarni o'zlarining tuproqlarida ostonliq millatga aylantirib qo'yganligi, bir qism Uyg'urlarning Xitoyning ichkari o'lkalariga berib, zavodlardan mal elib kelib Sharq Turkistonda sotganligi, ba'zilarining Xitoyning ichkari o'lkalarida tomoq sotganligi, ammo diniy va milliy qarashlaridagi o'xshamasliklar tufaylidan tushunishmaslik, o'xshamasliklar va jiddiylikning maydonga kelganligi, Sharq Turkistonning Xitoy Kompartiyasi tarafidan ishg'ol qilinishiga Stalinning rol o'ynaganligi, Xitoy uchun Sharq Turkistonning muhim ekanligining sababining birinchidan Sharq Turkistonning Xitoyning taraqqiyotidagi O'rta Osiyo va O'rta Sharqqa kirish eg'izi bo'lishdek strategik o'ringa ega ekanligi, ikkinchidan mo'l yer osti va yer usti tabiiy boyliqlarining Xitoyning iqtisodining o'sishida intayin muhim rol o'ynaydigan, uchinchidan Xitoy nupusini Sharq Turkistonga texmo tarqoqlashtirmoqchi bo'lganligini, to'rtinchidan Xitoyning O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarni o'ziga beqindi davlatlarga aylantirmoqchi bo'lganligi, bularning Beyjingning Sharq Turkistonga qiziqishining sababi ekanligi, Uyg'urlarning islom diniga e'tiqod qilganligi, mo'tadil bir usulda islom dinini yo'lga qo'yganligi, mustamlaka hayotida dinning intayin muhim rol o'ynaydiganligi, Xitoyning har qanday dinni yo'qotishni xohlaydiganligi, Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan dastlabki vaqtlarda dinni bostirmaganligi, madaniyat inqilobida diniy e'tiqodni tamoman yo'qotishga uringanligi, madaniyat inqilobidan keyin xalq o'z salohiyatini asliga keltirish uchun dinga e'tibor berishga boshlaganligi, 90 yillarda yer shari islom aloqasining turtkiisida islom dinini uyg'otishning borliqqa kelganligi, Xitoy assimilyatsiyasiga taqobil turish uchun Uyg'urlarning o'z diniy kimligini saqlab qolishga uringanligi, islom dinining Uyg'ur madaniyatiga qarshi elib berilayotgan hujumga qarata qalqon bo'lganligi, shunga bu xil ahvol ostida ilgirki Uyg'urlar tarafidan mustamlakachilikning assimilyatsiyasiga qarshi turishdagi asosliq ma'naviy qalqini sifatida qabul qilingan islom dinining cho'qim cheklashga tegishli narsaga aylanganligi, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga madaniyat va dindan voz kechish besimini orttirganligi, Uyg'urlarning o'zlarining diniy kimligidan azaldan voz kechmaganligi sababidan Xitoy irqiy qirg'inchilikni avjiga chiqarganligi, jazo lagerlari va turmadagi vahshiy bostirishlar, 10 nafar irqiy qirg'inchilik lageridan qutulib, Yevropa davlatlariga o'rinlashgan lager shohidlarining lagerlarning ahvolidan sirtqi dunyoni xabardor qilganligi, sunniy amrodan tortilgan suratlarmi lagerlardan uchur berganligi, Xitoy hukumatining bergan uchurlarining hargizmi ishonchlik emasligi, lagerlar va Uyg'urlarga qaratgan siyosatlari to'g'risidagi bayonlarni o'zgartirish orqali dunyoni aldashga moyil ekanligi, Uyg'urlar Sharq Turkistondagi oilasining ziyonkashligiga uchrashidan ansirab, ular bilan aloqa qilishni to'xtatganligi,
Amerikaning Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilganligi, savdo ishlarida ma'lum jazolarni yurgizgan bo'lsa-mu, kishilik huquq tashkilotlari e'lon qilgan dokladlarning ishonchli ekanligi, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqarada hech qanday amaliy harakat elib berilmaganligi, musulmon davlatlari bir balvoq bir yo'l qurilishining bir qismi bo'lg'achqa, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun rasmiy harakatga o'tmaganligi, irqiy qirg'inchilikqa qarata sukut qilganligi, adolat uchun insoniyatga qarshi qilmishlarga qarshi so'z qilgan cho'lponlarning chiqmaganligi, NBA va Hollywoodning buning yaxshi misoli ekanligi, hammasini savdo fursatidan mahrum qilishdan ansiraydiganligi, Xitoy barliq dinlarga qarshi turganligi uchun musulmonlar bilan xristianlar, hatto katoliklarning Xitoydan iborat bu razil kuchga taqobil turish uchun texmo ittifoqlashish kerakligi bayon qilindi. Əsrlər qəflət cəhalətlərdə qalğan bolsumu, göz açalmay cahili nadanlıqda yatqan bolsumu, dəvirlər din xarızarlıqlarga patqan bolsumu, köp zamanlar zulmü külpətlərni tartqan bolsumu, həmdə parlaq bəxtlik dəvranıdan ayrılmıson. Qo'lga kelmas erkmishkdek telmirib turgan bilan, qaytirib bermas bulangchi yalvurib so'rgan bilan, baxt izlab kelmagay hang vaqti o'ltirgan bilan, aldanib qolmaslik kerak aldab umundurgan bilan, haqni o'z kuchi bilan qo'lga olgandan ayrılmıson. Vatan ve milletni söymek ehli İslam şanıdır. Bu hakikat, bu adalet Tanrı'nın fermanıdır. Bu eniq sır şübhisiz hakkaniyet mizanıdır. Asli nesli pak vicdan ehlinin cananıdır. Candan ayrılsın lekin cananıdan ayrılmasın. Merhum inqilobiy shoirimiz Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan elindi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün Allah için köp rahmet. Kiler kıttamık programımız. Görüşükçe Allah'a emanet olun sizler.